Biz hozir Samarqand shahar 3-son bolalar musiqa va san'at maktabidamiz. Hozir biz o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Tehron Murodovga murojaat qilamiz. Assalomu alaykum, Tehron Furqatovich. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Hammamizga ma'lumki, 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kundir. Shu munosabat bilan sizga bir ikkita savollar bilan chiqmoqchiman. Davlat tiliga qaysi yili davlat tili maqomi berilgan? O'zbek tiliga davlat tili maqomi 1989-yil 21-oktyabrda berilgan. Afarin. Shu o'zbek tilimiz haqida bir misra she'r aytib bera olasizmi bizga, shoir sifatida? Albatta, demak, O'zbekiston xalq shoiri Xomajistovning menga yoqqan ajoyib she'rlari bor. Shuni aytsam bo'ladi. Sen bo'lmasang nima bizga silliq she'rlar, bu dunyoda tili yo'qda dili yo'q derlar. Bahoying-ku berib ketgan ali she'rlar, yuragimning to'ridagi so'nmas gulim, ona tilim, kechir meni ona tilim. Albatta, til haqida gapirganda shuni alohida aytishni xohlardimki, o'zimning shaxsiy kuzatishlarim natijasida shunday xulosalarim borki, tilning inson tafakkurida, ongida, fikrlashida o'rni beqiyos. Shu nuqtai nazardan barcha xalqimizni, insonlarimizni, fuqarolarimizni o'zbek tili bayrami bilan 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili berilgan kun munosabati bilan tabriklayman. Hammaga bu kun muborak bo'lsin.